Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va ishchilar. Biznes boshlayman degan agentlarimiz Xudo xolasa 2026-yil uchun serdaromad va oson bo'lgan bizneslarni tushuntirib o'tamiz. Birinchisidan endi hammasini ruchnoy komplektdan boshlamasdan bu safar avtomat, qo'l avtomat liniyamizdan boshlaydigan bo'lsak, bu yer Farg'ona Buvaydosi, To'ra qishlog'iga Xudo xolasa hozir bu yer akamiz 3 yil oldin ruchnoy komplektdan o'rnatib berganmiz. Hozirda mana 35 dona avtomat, qo'l avtomat liniya reskalarimiz avtomat reskalarimizni ishlash jihatlari shum yo'q mana xudo xolasa. Bir vallik reskamiz bu. 2026-yil uchun chiqqan yangi reskalarimiz 4 vallik bo'ladi. Ikki tomonga tortib aralash hisobi bo'ladi. Hozir bu bir valliklarimizda bir tomonga tortish hisobi bor. Shuning uchun qoliplarimizdagi g'ishtlarda sal qimirlash hisobi bo'lib qolyapti. Shuning uchun xudo xolasa bu reskamizga 4 vallikka yangilaymiz. Nasib bo'lsa, hop, reskamizni ishlashga harakat shunlar xudo xolasa umuman yo'q motorlarimizdan ishlash sifati mana shu soat singari xudo xolasa ko'chiramiz. Ishimizda chiqayotgan sifatlarni mana shu bir tomonga kesilgan avtomatning reskamizda quyilgan g'isht. Bunga ketadigan mahsulotlarimiz sement, qum, alyuminiy pudra, kauchukli soda, fibra volokna qo'shilgan ishimizga. Fibra voloknalardan mana yaqinroq olib kelsangiz, fibra volokna nima degan insonlarimizga mana fibra voloknamiz mana shunaqangi tolalardan iborat bo'ladi. Bu g'ishimizni zisligini ushlab turishda qancha ko'pchilik akalarimiz endi qolipni qanaqa olib o'tamiz, o'rayilishga qanaqa olib o'tamiz degan fikrlarimizga olib o'tadigan aravachalarimiz ham bor. Xohlasa mana tayyor holatda turibdi. Endi u yoqda qoliplar jips yopishganlik hisobiga qolibimiz turiladi. G'ildiragimiz bitta aravamizda teleskafda qoldi. Ishimizning sifati mana shu. Mana shu keta qo'yilgan ishlar. Ko'rishingiz mumkin. Qattiqliklari ham o'ta qattiq mana. Qo'l mushtlab ursangiz kirmaydigan holatda. Ishlarimiz terilishiga bitta ahamiyat beramiz. Terilishning o'zi ham bir san'at bor. Bor-bor mana bunga ko'rsatadiganimiz ish terilishning o'zi bir san'at. Qazonlarimiz. Bu yerda hozir 35 dona qolipga aylantirilgan bu xudo xolasa ishtiringlar. Endi bu sal bahorga chiqib ikkinchi sexini, ya'ni ikkinchi zavodni ochish harakatini qilyapmiz. 3 yil bo'ldi. Ruchnoy boshlagan, 2 dona qolip bilan boshlagan. 1 yil 20 ta qolip bilan ishlashdi. Ruchnoy holatda. Ikkinchi yildan уже mana qo'l avtomat liniyalarga o'tilgan. Endi xudo xolasa keyingi quradigan zavodini polniy liniya, ya'ni knopkada boshqariladigan liniya qilib beramiz. Xudo xolasa uni ham knopkada boshqariladiganda bundan afzallik jihati reskalari xuddi shunaqa bo'ladi. Bunda ham xo'p, mishalkamizga avtomatik qumni o'zi tortib kilosini tushirib beradigan, sementini ham o'zi shinaylarda tortadigan bo'ladi. Qum lentamizga обязательно baribir qumni ruchnoy tashlanadi bu yeriga. Xo'p, sement agar naval to'kaman deydigan bo'lsa, sement siloslar qilib beramiz. 40 tonna, 50 tonna, 60 tonna, 100 tonnagacha sement siloslar qilib beramiz. O'sha sement siloslardan shinay orqali mishalkamizga olib kelib tushiramiz. Buni nima retsepti nimaligini tanishtirib endi kimga shunaqangi xizmatlar, ya'ni istiqom sohasidami, g'isht sohasidami kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qila olinglar. Bittadan laykni bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundanda yangi videolar, yangi versiya chiqqan polniy stanoklarimiz, xo'p, yangi chiqayotgan shlakovolok stanoklarimiz, polistroblok, gipsoblok stanoklarimizni ham tanishtirib olib boramiz. Qayerga o'rnatayotgan bo'lsak, qaysi viloyatga o'rnatayotgan bo'lsak, xudo xolasa har bittasidan video qilamiz. Obzorlarimizni ko'rib borasiz. Qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, borib ustanovkaga o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va ishchilar. Biznes boshlayman degan agentlarimiz Xudo xolasa 2026-yil uchun serdaromad va oson bo'lgan bizneslarni tushuntirib o'tamiz. Birinchisidan endi hammasini ruchnoy komplektdan boshlamasdan bu safar avtomat, qo'l avtomat liniyamizdan boshlaydigan bo'lsak, bu yer Farg'ona Buvaydosi, To'ra qishlog'iga Xudo xolasa hozir bu yer akamiz 3 yil oldin ruchnoy komplektdan o'rnatib berganmiz. Hozirda mana 35 dona avtomat, qo'l avtomat liniya reskalarimiz avtomat knopkada boshqarilgan reskalarimizni ishlash jihatlari
Shum yo'q mana, xudo xolasa. Bir vallik reskamiz bu. 2026-yil chiqqan yangi reskalarimiz 4 vallik bo'ladi. Ikki tomonga tortib aralash hisobi bo'ladi. Hozir bu bir valliklarimizda bir tomonga tortish hisobi bor. Shuning uchun qoliplarimizda g'ishtlarda sal qimirlash hisobi bo'lib qolyapti. Shuning uchun xudo xolasa bu reskamizga 4 vallikka yangilaymiz. Nasib bo'lsa, hop, reskamiz ishlashyapti. Shumlar xudo xolasa umuman yo'q motorlarimizda. Ishlash sifati mana shu soat singari xudo xolasa. Ko'chiramiz. G'ishimizda chiqayotgan sifatlarni. Mana shu bir tomonga kesilgan avtomatning reskamizda quyilgan g'ish. Bunga ketadigan mahsulotlarimiz sement, qum, alyuminiy pudra, kauchukli soda, fibrovolokna qo'shilgan g'ishimizga. Fibrovoloknalarni mana yaqinroq olib kelsangiz, fibrovolokna nima degan misollarimizga mana fibrovoloknamiz mana shunaqangi hop tolalardan iborat bo'ladi. Bu g'ishimizda zisligini ushlab turishda qancha muammolar. Ko'pchilik akalarimiz endi qolibdi. Qolib qanaqa abutamiz, bu relisdan u relisga qanaqa abutamiz degan videolarimizni shunaqangi abutadigan aravachalarimiz ham bor. Xohlasa mana tayyor holatda turibdi. Endi u yoqda qoliplar chips yopishgan hisobda qolibimiz turiladi. G'ildiragimiz bitta aravamizda teleskapda qoldi. G'ishimizni sifati mana shu. Mana shu keta qo'yilgan g'ishlar. Ko'rishingiz mumkin. Qattiqliklari ham o'ta qattiq mana. Qo'l mushtlab ursangiz kirmaydigan holatda. G'ishlarimizni terilishiga bitta ahamiyat beramiz. Terilishning o'zi ham bir san'at bor. Bor-bor mana buni ko'rsatadigan g'isht terilishning o'zi bir san'at. Qazonlarimiz. Bu yerda hozir 35 dona qolipga aylantirilgan bu xudo xolasa ishtiringlar. Endi bu sal bahorga chiqib ikkinchi sexini, ya'ni ikkinchi zavodini ochish harakatini qilyapmiz. 3 yil bo'ldi. Rushnoy boshlagan, 2 dona qolip bilan boshlagan. 1 yil 20 ta qolip bilan ishlashdi. Rushnoy holatda. Ikkinchi yildan уже mana pol avtomat liniyalarga aylantirilgan. Endi xudo xolasa kiyimni quradigan zavodini polni liniya, ya'ni knopkada boshqariladigan liniya qilib beramiz. Xudo xolasa uni ham knopkada boshqariladiganda bundan afzallik jihati reskalari xuddi shunaqa bo'ladi. Bunda ham xo'p, mishalkamizga avtomatik qumni o'zi tortib kilosini tushirib beradigan, sementini ham o'zi shineylarga tortadigan bo'ladi. Qum lentamizga обязательно baribir qumni rushini tashlanadi bu yeriga. Xo'p, sement agar naval to'kaman deydigan bo'lsa, sement siloslar qilib beramiz. 40 tonna, 50 tonna, 60 tonnaga, 100 tonnagacha sement siloslar qilib beramiz. O'sha sement siloslardan shiney orqali mishalkamizga olib kelib tushiramiz. Buni nima retsepti nimaligini tanishtirib olsak, endi kimga shunaqangi xizmatlar, ya'ni istiqom sohasidami, g'isht sohasidami kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qila olsa, bittadan laykni bosib obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa bundanda yangi videolar, yangi versiya chiqqan polniy stanovlarimiz, xo'p, yangi chiqayotgan shlakovolok stanovlarimiz, polistroblok, gipsoblok stanovlarimizni ham tanishtirib olib boramiz. Qayerga o'rnatayotgan bo'lsak, qaysi viloyatga o'rnatayotgan bo'lsak, xudo xolasa har bittasidan video qilamiz, obzorlarimiz ko'rib borasiz. Qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, olib borib ustama o'rnatib beramiz.